Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Yaponiya bilan Amerika Xitoy armiyasiga qarshi jang plani tuzib chiqdi. Yaponiya muhojirlar gazeti to'rining 21 mart xabar qilishicha, yaqinda Yaponiya bilan Amerika Senkaku oroli masalasida yangi harakat boshlagan. Yaponiya taratqullarining deyishicha, Yaponiya bilan Amerika Xitoy harbiy qo'shinlari Senkaku oroliga qadam bosgan hamon ularga qarshi o'rtaq jang qiladigan bir plan tuzib chiqqan. Yaponiya sanki xabarlarda deyilishicha, Yaponiya bilan Amerika Senkaku orolida yuz berish ehtimolligi bo'lgan ahvollarga qarata o'rtaq holda jang plani tuzib chiqqan bo'lib, 21 mart payshanba kundan boshlab Yaponiya qo'g'dash armiyasining yordamchi amaldori Nagawa Sakshi bilan Amerika Tinch okean paraxod atritining qo'mondoni Rokni havoyda suhbat o'tkazib, bu xizmatni yuksaltirishni planlagan. Yaponiya bilan Xitoyning Senkaku oroli masalasida qurolliq to'qinish kelib chiqish ehtimolligi borligini ko'zda tutib, Amerika bilan o'rtaq kuch hosil qilgan. Ikki taraf Xitoy harbiy qo'shinlari Senkaku oroliga kelib, to'qinish paydo qilsa, Yaponiya quruqliq dengiz havo qo'g'dash atriti bilan Amerika armiyasi birlashib, o'rtaq Xitoyga qarshi jang qilish planini tuzib qo'ygan. Iran rahbari Xameni Isroiliya va Amerikaga tahdid soldi. İran baş rahbari Xameni Nuruz bayrami kuni Isroiliya Ironga qurol ishlatadi degan so'zga qarta nutq so'zlab, agar Isroiliya Ironga hujum qilib salsa, Iron Isroiliyaning Tel Aviv va Hayfadan iborat ikki port shaharini tüp-tüz qilib etadi dedi. U yana Isroiliya bak kichik, Ironning dushmani bo'lishga loyiq emas. Ba'zida Isroiliya Ironga qurol ishlatamiz, harbiy harakat qo'llanamiz deb qo'rqoq soladi. İsroiliyaning ta'siri intayin kichik. Ironning davlat dushmani tizimlikka kirishga arzimaydi. Agar Ironga hujum qilib salsa, yer bilan tuz qilib etimiz dedi. U yana Iron yadro masalasi suhbati to'g'risida Amerikani tanqidlab, Amerika Ironga qarta eng razillik markazidir. Men Amerika bilan bevosita suhbatlashib, g'arb ellari bilan yadro masalasidagi qatmonlikni tugatishga qarshi emas. Lekin Amerika Ironga qaratgan jazolarga xotima berishi kerak. Undaq bo'lmaganda bu masalaning oqibati yaxshi chiqmaydi dedi. Isroiliya Turkiyaning shartiga taslim bo'ldi va Marmara kemasi vaqasida kechirim so'radi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, Isroiliya bosh ministri Bunyamin Netanyahu ishxonasi Netanyahuning 22 mart juma kuni 2010-yili Turkiyadan G'azziga insoniy yordam bilan yo'lga chiqqan Marmara paraxodini o'qqa tutib, 9 nafar turk fuqarosining jiniga zamin bo'lgan yo'lsizligi uchun Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'onga telefon qilib, Turkiyadan kechirim so'raganligini e'lon qilgan. Netanyahu yana ikki davlat munosabatining asliga qaytganligini va mazkur hujumda shahid bo'lganlarning oilasiga to'lam to'lashga ma'qul bo'lganligini e'lon qilgan. Netanyahu ishxonasidan e'lon qilingan bayonotda har ikki taraf ikki davlat o'rtasidagi munosabatni asliga qaytarishga ma'qul bo'lgan deyilgan. Ikki davlat munosabatini asliga qaytarish, ikki davlatning elchilarini qayta o'rinlashtirish va Isroiliya askarlariga qarshi qonuniy ijroatlarni amaldan qoldirishni o'z ichiga oladi ekan. Bayonotda yana mundaq deyilgan: Isroiliya bosh ministri Netanyahu Turkiya umumiy xalqiga bir qancha jonning o'lishiga sabab bo'lgan barliq xatoliklar ustidan o'zini aytdi va to'lam to'lash orqali ittifoqlikni saqlaydiganligiga ma'qul bo'ldi. Bir nafar yuqori darajalik Amerika mas'uli Isroiliya bosh ministri Netanyahuning 2010-yildagi 9 nafar turk fuqarosining jiniga zamin bo'lgan Turkiya yordam kemasi hujumi vaqasida Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'onga o'zini aytganligini ta'kidladi. Mazkur Amerika mas'ulining deyishicha, Netanyahu Air Force One nomli Amerika raisligi aeroplani ustida turib Erdo'g'onga telefon qilgan va Isroilliklarga vakolatan xatoliklar tufayli qatl qilinganlarga o'zini aytaman degan. Mazkur Amerika mas'uli yana bosh ministr Erdo'g'on Netanyahuning o'zirisini Turkiya nomi bilan qabul qildi degan. Netanyahuning Turkiyaga o'zini aytishi Isroiliya ichida qarshilikka uchradi.
Yana bir tarafdan Netanyahuning Erdo'g'onga uzr aytishiga qarshi Aftina Likud ittifoqidagi 2-darajalik odam va Isroiliya parlamentining amonlik va tashqi ishlar komitetining raisi Avigdor Lieberman bilan Netanyahu orasida ixtilof yuz bergan. Netanyahuning ishxonasi bayonot e'lon qilib, Isroiliyaning Turkiya Marmara kemasi voqeasida uzr aytishiga Liebermanning e'tiroz bildirish huquqi yo'q. Netanyahu uzr aytishdan burun Isroiliya hukumatidagi TCB Lifni, Neftali Bent va Yair Lebit qatorliq rahbarlarga telefon qildi. Ularning hammasi Netanyahuning uzr aytishiga qo'shildi dedi. Bayonotda yana Sionist harbiy ministri Moshe Ya'lon va ishg'olchi Isroiliya armiyasining raisi Beyni Hantis qatorliqlarimi uzr aytishga qo'shildi deyilgan. Liebermanning e'tiroziga munosabatlik Netanyahu ishxonasi Liebermanning hozir tashqi ishlar ministrlik xizmati yo'qligini, shuning bilan birga uning birlashma hukumat ministrlarining o'zri aytishga chiqargan qaroriga aralashish haqqi yo'q deb chiqarladi. Lieberman Marmara kemasi voqeasida Netanyahuning Anqaraga o'zri aytishi Isroiliya armiyasining obrazini tushirib o'tadigan va rayondagi Isroiliyaga qarshi kuchlarning ma'naviyatini kuchlantirib o'tadigan xatarlik bir ish deb Netanyahuni tanqidlagan. U yana ilgari Erdo'g'onning o'zrini rad qilganligi va Sionist Yahudilar haqida noiti qattiq gap qilganligi. Shundaq turliq yana Isroiliyaning o'zri aytishi rayonda va butun dunyoda Isroiliyaning yuzini va maydonini xunuklashtirib o'tadi degan. Yana bir tarafdan Turkiya hukumati 23 mart shanba kuni bayonot e'lon qilib, Isroiliya bosh ministri Netanyahuning Turkiya bosh ministri Rajab Tayyip Erdo'g'onga telefon qilib, Turkiyaga uzr aytganligi Turkiyaning bu Marmara kemasi voqeasida Netanyahuning Isroiliyaga vakolatan aytgan uzrisini Erdo'g'onning Turkiya xalqiga vakolatan qabul qilganligini uqtirdi. Turkiya hukumatining deyishicha, Netanyahu Erdo'g'onga Isroiliyaning yemak, turmush lozimatliklari qatorliq narsalarning Falastin ziminlariga tinchlikning davom surishi sharti bilan uzluksiz kelishiga ruxsat qilganligini uqtirgan. Buningdan qaraganda G'azza rayoniga Isroiliya tarafidan yurgizilayotgan muhosira bekor qilingan. Buningga binoan Isroiliya hukumati ikki davlatning munosabatini asliga qaytarish uchun Turkiyaning shartlariga taslim bo'lgan. Açıkçası Mavi Marmara'ya yapılan saldırının ardından tabii İsrail'in belki farklı hesapları vardı. Onu bilemem. O zamana kadar kan döktüğü birçok vahim olay gibi bunun da belki unutulacağını zannediyorlardı. Yaptığı tüm hukuksuzluklar gibi belki bunun da üstünün örtüleceğini zannediyorlardı. Ancak İsrail bu sefer tabii farklı bir anlayış, farklı bir yapıyla karşılaştı. AK Parti hükümeti olarak bu hukuksuzluk, bu saldırganlık, bu katliam karşısında bir susmadık. Marmara kemasi 2010 yılı insani yardım bilan G'azzaga qilingan Isroiliya muhosirasini buzib tashlash uchun Turkiyadan G'azzaga qarab yo'lga chiqqan bo'lib, G'azzaga yaqinlashgan vaqtida Isroiliya armiyasi tarafidan o'qqa tutilgan va kemada insani yordam ishlari bilan faoliyat olib berayotgan 9 nafar turk fuqarosi hayotidan ayrilgan edi. Shu sababli Turkiya bilan Isroiliya o'rtasidagi ziddiyat keskinlashgan edi. Bu kemada Sharq Turkistonlik musulmonlarga vakolatan Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatidan Abdul Ahad Abdurrahman apandimi bor edi. Isroiliyaning Turkiyaga o'zir etqanligiga munosabatlik masalani oydinlashtirish uchun televiziya suhbatiga ishtirok qilgan Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davutoğlu Isroiliya qo'shilgan bu masala G'azzadan boshlab butun Falastinga qartilgan Isroiliya muhosirasining bekor qilinganligini o'z ichiga oladi. Bu Falastin uchun intayin ahamiyatga ega dedi. Davutoğlu yana Isroiliyaning bu shartnomaga qo'shilganligi Turkiyaning G'azza va Falastinda hech to'salg'usiz maktab va doktorxonalarni insho qila oladi deganligini bildirdi. Turkiya bu shartnomaning ijro qilinishini davomli ilgari suradi va tekshiradi dedi. Pakistanning sobiq raisi Parvez Musharraf davlatiga qaytdi. Pakistan axborot agentligining xabar qilishicha 24 mart yakshanba kuni Pakistanning sobiq raisi Parvez Musharraf Pakistanning janubiy port shahri Karachiga qaytib kelgan. Musharraf 1999-yili harbiy o'zgarish qilibla siyosiy sahnaga chiqqan va shu vaqtdagi rais Nawaz Sharifni huquqidan elib tashlab Pokistonga rais bo'lgan. U harbiy kuchini ishga solib 2008-yilgacha Pokiston raisi bo'ldi.
u jarayonda Pokiston sud mahkamasining boshlig'i Iftixor Chohdari'ni vazifasidan elib tashildi va Amerika boshchiligidagi Afg'oniston talibanlariga qarshi ittifoqqa hamkorlashdi. Islomobod aparadiki Lal masjidiga qurolliq bostirib kelishga buyruq tushirib, mazkur masjidga qarashli qizlar madrasasidagi nurg'un o'quvchilarning jiniga zamin bo'ldi. Parviz Musharrafning Pokistonga nisbatan xotirlangudak yaxshi xizmati yo'q. Hatto uni qo'llab huquqi chiqargan ba'zi askariy inqilob demokratchilari keyin uning siyosatiga qarshi chiqqan. U 2008-yili raislik vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan va shuningdan keyingi vaqtini Angliya va Arab birlashma xalifaligida o'tkazgan. Yana Musharrafning huquq davrida bir qanchilgan Uyg'ur muhojirlari Xitoyga topshirib berilgan edi. Suriya xalqi qirg'inga uchrayotidi va erkinligi uchun badal to'layotidi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha 24-qatimliq Arab davlatlar ittifoqi boshliqlari yig'ini 26 mart Qatar poytaxti Dohada o'tkazildi. Hamda Doha xitobnomasi orqali erkin Suriya birlashma hukumatini Arab davlatlari ittifoqining a'zosi salohiyatiga ega qildi. Shunda qilib Arab birlashma yig'inidagi Suriya tamsilchisi masalasidagi talash tortish erkin Suriya birlashma hukumati raisi Muaz al-Xatibning Arab birlashma yig'inidagi Suriya davlati o'rindiqida o'ltirishi bilan hal bo'ldi. Al-Xatib erkin Suriya hay'atining oldida Arab birlashma yig'inidagi 2011-yildan beri bo'sh qolgan Suriya a'zoligi o'rindiqida o'ltirdi. Al-Xatibning oldida qora, yeshil va qizil ranglardan tarkib topgan qo'zg'alonchilar bayrog'i qo'yildi. So'zining beshida zolim nizom tarafidan har kuni qirg'in qilinayotgan xalqdan sizlarga Allohning salomi bo'lsin degan Muaz al-Xatib Suriya xalqi qirg'in qilinayotidi va erkinligi uchun badalini to'layotidi dedi. Suriya nizomining ozsonliqlarga qanday muomala qilganligini bilishinglar uchun Livanda nima ish qilganligiga va kurdlarga qanday muomala qilib kelganligiga qaranglar. Suriya xalqining o'zini qo'g'dash huquqining e'tirof qilinishi uchun yana bir qancha yil har kuni qirg'in qilinishi kerakmi? deb so'zini davomlashtirgan al-Xatib Suriya xalqi xalqaroning ko'z oldida qirg'in qilinayotdi. Ba'zi davlatlar vatanimizdan Rossiya, Iran va Hizbulloh unsurlarining chiqib ketishi uchun nima qilish kerakligi haqida texnicha o'ylanib beshini qashlab turyotdi. Suriyaga kimning hokim bo'lganligini Suriya xalqi o'zi belgilaydi. Bu ig'ir so'zlar bo'lsa, zulm va buzuqchilikning natijasidir. Yana qon to'kilishga qarshi vijdoni ichishmaydiganlarni malomat qilish haqqimiz yo'qdir. Bashar Asad istixborotchilari kichik bolalar va ayollarni tutqun qilib ketyapti. Bizda ularning ism tizimligi bor. Qo'zg'olonchilarda skot bombalari yoki ximiyalik yadro qurollari yo'q. Suriya xalqining Asad yollanmalariga ehtiyoji yo'q va yoki ichki to'qinishga kirishib ketmaydi degan al-Xatib Suriya xalqi xalqarodagi har qanday qurultayga bo'lgan ishonchisini yo'qotdi. Chunki bu qurultaylarda elingan qarorlar eng tuvan darajada bo'lsa-mu ijro qilinmadi. Alaviy mazhabidagi qarindoshlarimiz Asaddan eng oxirgi varoqchilargachilik elib bo'ldi. Suriya xalqining o'zini qo'g'dash huquqining e'tirof qilinishi uchun yana bir qancha yil o'tishi kerakmi? Suriyada yuz berayotgani erkinlik bilan qulluq o'ttirisidagi kurashdir degan al-Xatib, Amerika Qo'shma Shtatining roli har qanday insoniy yordamdan cho'ng bo'lishi kerak. Biz Amerika tashqi ishlar ministri orqali Shimoliy Atlantik akti tashkilotidan talab qilgan Suriyaning shimoliga Patriot yadro qurollarini o'rinlashtirish talabimizning qabul qilinishini hali ham kutyapmiz dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Suriya o'rindiqining berilishini Bashar Asad nizomining barliq iqtisodining to'nglatib etilishi va Suriyaning taraqqiyoti uchun erkin Suriya birlashma hukumatiga qaytirib berilishini talab qilamiz degan al-Xatib oxirgi so'zini arab kattavashlarga qilgan mono so'zi bilan tugatdi. Xalqinglar haqida Allohdan qo'rqinglar. Suriya qo'zg'olonining arablarga xo'shallik bo'lishi uchun Suriya qo'zg'olonining nomi bilan har qanday arab davlatlarida qo'lga ilingan bütün mahbuslarning qo'yib berilishini iltimos qilaman. Xitoy doiralari 20 nafar Uyg'urni terrorchi tuhmati bilan turmaga tashildi. 27 mart chorshanba kuni rasmiy axborot vositalarining e'lon qilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralarining sud mahkamasi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan 20 nafar kishiga terrorchi va bo'lgunchi deb tuhmat qilgan
va ularni terrorchilik va bo'lgunchilik harakatlariga internet va qo'l telefonlari orqali chaqiriq qilgan deb jinoyat ortib, ba'zilarini muddatsiz turmaga hukm qilgan. Tangritog' turbetining naql qilib tarqatishicha, Qashqar va Baying'ulon rayonidagi 2 sud mahkamasi 26 mart seshanba kuni 20 nafar kishiga tuhmat qilib 5 masalada hukm e'lon qilgan. Dokulat qaraganda turmaga hukm qilinganlarga qurol setib olish, terrorchilik harakati elib berish uchun mashq ishlarini tashkillash va yerlik saqchilarni o'ldirish uchun plan tuzish degandek jinoyatlar ortilgan. Yerlik axborot vositalari Sharq Turkistonda o'tgan yillari irqchilik to'qinishlarining yuz berganligini ilgari surgan edi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda Uyg'urlarga irqchilik siyosatini eng rezil usulda ijro qilib kelmoqda va xalqaroning terrorga qarshi harakatini fursat bilgan Xitoy doiralari bu irqchilik siyosatiga qarshi turgan Uyg'urlarni terrorchi, diniy radikal va bo'lgunchi degandek tuhmatlar bilan ayblab, xalqaroda o'zining Uyg'urlarga qarshi assimilyatsiya siyosatini qonunli qilishga tirishmoqda. John Kerry ushtumtut Afg'onistonda ziyorati bo'ldi. Amerika Los Angeles vaqt gazetasining xabarida Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry 25 mart tuyuqsiz Afg'onistonda ziyorati bo'ldi va Afg'oniston raisi Hamid Karzai bilan ko'rishib, ikki davlatning ittifoqdosh ekanligini, garchi ilgari bu ikki davlat orasida xeyli qattiq surkilish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu ikki davlatning yanada bir maqsadi ekanligini jakarladi. Hamid Karzai 2 hafta ilgari qilgan so'zida ikki davlat munosabatini eng to'van saviyaga tushirib qo'ygan. Hatto Amerika bilan Talibanni Afg'oniston amonligiga qarshi ittifoqdoshga chiqargan edi. Biroq Kerry Obama hukumatining yomon niyati yo'qligini ta'kidlab, "Meningcha bizning oramizda hech qanday ixtilof yo'q. Bizning maqsadimiz bir" dedi. Karzaymo Amerikaning Afg'onistonni qayta qurish va Afg'oniston armiyasini barpo qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligiga rahmat etadiganligini bildirdi. Shuningdek, Bagram turmasini Afg'oniston hukumatiga o'tkazib berdi. Shundaqla Karzayning talab bo'yicha Vardak o'lkasidagi Amerika alohida qismini chekintirishni qaror qildi. Amerika armiyasining Afg'oniston fuqarolariga elib kelgan ziyonlarini faqat Afg'on xalqi biladi. Shuning uchun oxirgi kunlarda Amerika armiyasiga qarshi umumiy qarshilik namoyishlari maydonga keldi. Amerika Shimoliy Koreyaning tahdidiga jiddiy qaraymiz dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa ministrligining bayonotchisi George Little Shimoliy Koreyaning barliq harbiy aslahalarining Amerika va Janubiy Koreyani qayg'uga selayotganligini aytdi. Little kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Shimoliy Koreyaning yangi tahdidlar orqali boshqalarga hayva qilish va vaziyatni jiddiylashtirish uchun tirishayotganligini eskartdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Koreya yarim orolidagi vaziyatni keskinlashtirib o'tadigan har qanday bir faoliyatdan andisha his qilganligini bildirgan Little, bu faqat zambirakchi qismlar bilan munosabatlik masala emas. Shimoliy Koreyaning yadro kuchi bor. Shunga barliq harbiy aslahalari Amerika Qo'shma Shtatlari va ittifoqdoshimiz Janubiy Koreyani qayg'uga soldi dedi. Little Shimoliy Koreyaning tahdidlarining o'zining texnik yolg'iz qilishiga xizmat qilganligini, rayonda tinchlik va muqimlik yaratish yo'lida ishlanayotgan xalqaro xizmatlarning yo'lini ko'lganligini eskartib, bu davlatning xalqaro qonunlarga xilof holda boshqariladigan bomba iqtidorini oshirishni to'xtatishi kerakligini qayd qildi. Obama Xitoyning IT shirkat uchur saymonlarini setib olishni chekladi. Angliya axborot vositalarining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Barack Obama yaqinda qonun imzolab, hukumat organlarining Xitoy ishlab chiqargan IT shirkat uchur saymonlari setib olishini cheklagan. Amerika parlamenti Barack Obama imzo qo'ygan hukumat chiqimini azaytish qonun loyihasiga torda ishpiyonlik qilishni tekshirish yangi tartiblarini qo'shgan. NASA adliya organlari va savdo ishlari organlarining federativ qonuniy ijro organlari tasdiqidan o'tmagan Xitoyning IT shirkat uchur saymonlarini setib olishi cheklangan. Mazkur qonunning bir moddasida munosabatlik organlar Xitoy IT shirkat uchur saymonlarini setib olishni o'ylashdan burun cho'qim federativ qonun ijro qilish organlari bilan birlikda torda ishpiyonlik qilish yoki buzg'unchilik qilish xiyim xatiri bormi yo'q degan jihatda tekshirish elib berishi kerak deyilgan. Yaqindan beri Xitoy doiralarining elektr saymonlari orqali texnika va shirkat maxfiyatliklarini o'g'irlab ketganligi oshkora bo'ldi. Shuning uchun Xitoyning chatga chiqargan mollari chat elliklarni bearam qilmoqda.
is also a matter of public safety and national security. Hürmetli televizor görgüçler, haftalik istiqlal xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.